O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Müharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A. Aqhon. Dozaqni saqlag'uvchi farishtalar. Dozaqda bak yo'g'on va qovul farishtalar turadigan bo'lib, ular dozaqni saqlag'uvchi farishtalardir. Undaqda ularning soni qancha? Ularning cho'ngi kim? Dozaqni saqlag'uvchi farishtalar bak yo'g'on bo'lib, ular Alloh taolo buyurgan ishlarga osiylik qilmaydi. Buyurilgan ishlarni bajo keltiradi. Haq taolo aytadi. U farishtalar Alloh taoloning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa, shuni ijro qiladi. Tahrim surasi 6-oyat. Dozaqni saqlag'uvchi farishtalarning soni. Dozaqqa muakkal qilingan dozaqni saqlag'uvchi farishtalarning hajmi va kuch-quvvatini biz bu aqlimiz bilan bilolmaydigan ishlarning jumlasidandir. Ularning soni 19 bo'lib, bu vaqtda Alloh taolo aytadi. Uni men saqarga, ya'ni dozaqqa solaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi. U cho'nliqidan insonlarning ko'zlariga yiroq musofalardan ko'rinib turadi. Uningga 19 farishta muakkaldir. Biz dozaq muakkallarini faqat farishtalardan qildik. Muddassir surasi 26-oyatdan 31-oyatlargacha. Ashu farishtalar ular dozaqni saqlag'uvchi farishtalardir. Alloh taolo dediki, dozaqdagilar dozaqqa muakkal farishtalarga sizlar Parvardigoringlarga duo qilinglar. U bizdan bir kunlik azobni aniqlasa ekan deydi. G'ofir surasi 49-oyat. Dozaqni saqlag'uvchi farishtalarning vazifalari. Dozaqni saqlag'uvchi farishtalarning vazifalari bor bo'lib, ular dozaq ahlini azoblashga, o't yoqishga va o'tning yalqonini kuchaytirishga mas'uldir. Ular dozaq ahli rahim qilishni talab qilsa-mo, ularga rahim qilmaydigan qattiq qo'ldir. Chunki Alloh taolo ularni yaratib, qattiq qo'lliq va qattiq g'azablanishni ularning tabiati qildi. Ular bag'ri qattiq, badallari chang va bak kuchli bo'lib, qalblarida rahim qilish yo'qdir. Chunki ular azoblash uchun yaratilgan. Minhal ibn Amir, agar Alloh taolo uni tutinglar, uningga taqoq salinglar desa, uning yeniga 70 ming farishta keladi. Ulardan bir farishta ikki qo'lini ichib 70 ming odamni dozaqqa tashlaydi degan. Alloh taolo dozaq ahli dozaqqa kirgan chaqda dozaqni saqlag'uvchi farishtalar qiladigan ishni sifatlab aytadi. Kofirlar jahannamga top-top bo'lib haydaladi. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ochiladi. Jahannamni boshqaruvchi farishtalar ularga aranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan, bugungi uchrashishning barligidan ogohlantiradigan anbiyalar kelmaganmi deydi. Ular shundoq, anbiyalar kelgan, ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufrlik va qilmishlari tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi deydi. Zumar surasi 71-oyat. Dozaqni saqlag'uvchi farishtalarning cho'ngi. Dozaqni saqlag'uvchi farishtalarning cho'ngi va ularning raisi buyuk farishta Malikdir. Alloh taolo uni zikr qilib aytadi. Ular, ya'ni kuffarlar dozaqqa muakkal farishtaga: "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb to'laydi. Malik, sizlar azobda cho'qim qolasizlar deydi. Zuhruf surasi 77-oyat. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ko'rgan uzun tushning jarayonida azobning turlarini zikr qilib aytadi. Biz yurib, ko'rinishi sen ko'rgan eng qabih odam shaklida bo'lgan bir odamning qashig'i keldik. Uning qashida o't bar bo'lib, u o'tqa o'tin silib qalab, o'tning atrofida mengib yuradi. Men ikkalanga, "Subhanalloh, bu nima?" deb so'rasam, ular "Yur" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu hadisning oxirida o'tning atrofida aylanib mengayotgan ko'rimsiz odam bo'lsa, jahannamni saqlag'uvchi Malikdir degan. Oxirida deymizki, bu dozaqni saqlag'uvchi farishtalarning sifati va vazifalari bo'lib, Alloh taolo bularni bizni dozaqdan ogohlantirish va qo'rqitish uchun bayon qilib berdi. Allohdan bizni o'z rahmati va karami bilan dozaqdan saqlashini so'raymiz. Amin. Chaqiriq. Ey mu'minlar, o'zinglarni va bola-chaqanglarni dozaqdan saqlanglar. Tahrim surasi 6-oyat. Dozaqning darvozalari. Alloh taolo bizni ogohlantirish va qo'rqitish uchun dozaqni, uning darvozalarini va taqoqlarini sifatlab berdi. Undaqda dozaqning darvozalarining soni qancha? U darvozalar ochiqmi yoki taqoqmi? U darvozalar dozaqning cho'risidimi yoki bir-birining ustidimi? Xuddi jannat ahli uningdan o'zaro ixtilof qilishmagan va g'azablanmagan, yuzlari 14 kunlik to'lin oydak nurliq, xushal-xuram holatda kiradigan darvozalar bo'lganidek, dozaq ahlimi dozaqqa uning darvozalaridan kiradi.
lekin ho'maygan chiroylar va zulmat bosgan qalblar bilan bir-birini kufrga nisbat bergan, bir-biriga la'nat qilgan holatda kirdi. Ular do'zaxning darvozalaridan kuyib turgan holatda qattiq ittirildi. Do'zaxning darvozalarining soni. Do'zaxning 7 darvozasi bo'lib, do'zax ahli bu darvozalardan kirdi. Bundaq bo'lishi do'zaxga kirdiganlarning bak ko'p bo'lganligi uchundir. Har bir darvozadan kirdigan muayyan bir bo'lik odam bo'ladi. Haq Taala aytadi: "Shubhisizki do'zax ular ya'ni iblis va uning tavalarining hammasiga va'da qilingan joydir. Jahannamning 7 darvozasi bo'lib, ularning har biridan kirdigan muayyan bir bo'lik odam bor." Hijr surasi 43-44 oyatlar. Kafirlar do'zaxga kelgan chaqda do'zaxning darvozalari ochiladi. Andan ular do'zaxda mangu qolish uchun kiradi. Alloh taolo aytadi: Kafirlar jahannamga to'p-to'p bo'lib haydaladi. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ochiladi. Jahannamni boshqaruvchi farishtalar ularga: "Aranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan, bugungi uchrashishning barliqidan ogohlantiradigan anbiyolar kelmaganmi?" deydi. Ular: "Shundaq, anbiyolar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kafirlarga tegishli bo'ldi" deydi. Ularga jahannamning darvozalaridan kiringlar, jahannamda mangu qolinglar, mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi. Zumar surasi 71-72 oyatlar. Do'zaxning darvozalari bir-birining ustidadir. Do'zaxning darvozalari qavatli bo'lib, bir-birining ustidadir. Ali radhiyallohu anhu aytadi: Jahannamning darvozalari 7 bo'lib, ular bir-birining ustidadir. Birinchi darvoza to'shidi, andan ikkinchi darvoza to'shidi, andan uchinchi darvoza to'shidi, andan hammasi to'shidi. Ibn Jurayj aytadi: Do'zaxning 7 darvozasi bo'lib, uning birinchisi jahannam, andan laza, andan hutama, andan sa'ir, andan saqar, andan jahim, andan haviyadir. Do'zaxning darvozalari taqoqdir. Gunohkorlarni qattiq jazolash uchun do'zaxning darvozalari taqiladi. Haq Taala aytadi: Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar badbaxtlardir. Ular do'zaxga so'linadi. Balad surasi 19-20 oyatlar. Bu turdagi insonlar bo'lsa, nomi amali so'l tarafidan beriladigan so'l qo'l egalari bo'lib, ular Alloh taolo bu oyatda maqsad qilgan insonlardir. Nomi amali so'l tarafidan berilganlar do'zaxiylardir. Badbaxtlar qandoq odamlar? Ular badanning to'shiklariga kirib ketadigan otashlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan salqinimi emas, ko'rkammi emas, soyining ichida bo'ladi. Voqea surasi 41-oyatdan 44-oyatlargacha. Shundoq, qiyomat kuni gunohkorlar do'zaxga kirgandan keyin do'zaxning darvozalari taqaladi. Azob ularni qorshaydi. Ular qocholmaydi. Ammo qiyomatdan burun dunyoda bo'lsa, do'zaxning darvozalari ochiq bo'lib, Ramazonda taqaladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyi kirsa, osmonning darvozalari ochilib, jahannamning darvozalari taqaladi. Shaytonlar bog'lanadi degan. Har bir darvoza ma'lum bir amalning ahli uchundir. Jannatning har bir darvozasidan ma'lum bir amalning ahli kirdi. Jihad qilganlar jihad darvozasidan, ro'za tutganlar ro'za darvozasidan kirdi. Shuningdek, ba'zi ahli ilmlarning zikr qilishicha, do'zaxning har bir darvozasidan ma'lum bir qilmishni sodir qilguvchilar kirdi. Shuning uchun gunohkorlarni gunohdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilishga rag'batlantirish maqsadida Ramazonda do'zaxning darvozalari taqaladi. Hisob. Do'zaxning darvozalari do'zax ahli kirib bo'lgandan keyin taqaladi. Ular qattiq issiqning, g'am-qayg'uning va azobning ichida bo'ladi. Ey Alloh, bizni do'zaxdan saqlagin. Do'zaxning yiqilg'usi. Do'zax doim yenib turadigan bo'lib, o'ti pasayib qolmaydi. Uning yiqilg'usimi doimdir va do'zax ahlining azobimi muqimdir. Ular yordam talab qiladi, lekin u yerda yordam berguchi yo'q. Ular uchun Alloh taolaning tarafidan boshqa uning azobidan qochadigan joy yo'qdir. Ular dunyodagi vaqtida do'zaxning borligiga ishonmagan va uni inkor qilgan edi. Shundaq bo'lgan ekan, bugun ular qandoqmi qocha olsin yoki Alloh taolaning rahmatini umid qila olsin. Do'zax ularning qaytadigan joyidir. U nima degan yomon joy? Undaqda do'zaxning yiqilg'usi nima? Butlarning do'zaxga kirishidagi hikmat nima? Do'zax qattiq haroratlik va doim yalqinjab turadigan bo'lsa-mu, uningdagi yilon, chayon va qattiq qorong'uliklar bilan birga uning har vaqt yalqinjab turishi uchun uningga bir yiqilg'u bo'lishi zarurdir. Do'zaxning yiqilg'usi. Toshlar va kofirlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: Ey mu'minlar,
o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'u bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. Tahrim surasi 6-oyat. Kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'u bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Baqara surasi 24-oyat. Bu oyatlardagi qattiq qo'rqitish har bir kishiga maxfiy emasdir. Chunki bu do'zax ashu kafirlar bilan qizzaydi. Ular bo'lsa azoblanadi va kuyidi. Ular kuyibli turgan ekan, o't yalqinjab yenib turdi. Bu toshlar do'zaxning ichidagi qora gungurutdan bo'lgan toshlardir va uningdan boshqa kuydirguvchi toshlardan tarkib topgandir. Do'zaxning yiqilg'ularidan yana Allohni qo'yib ibodat qilingan ilahlardir. Alloh taolo aytadi: "Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsalar bilan do'zaxga yiqilg'u bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar ilahlar bo'ladigan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. Ibodat qilguvchi va ibodat qilinuvchilarning hammasi do'zaxda mangu qoladi. Ular do'zaxda hamisha faryod chekadi. Azobning qattiqligidan ular do'zaxda hech narsani anglamaydi." Anbiya surasi 98-oyatdan 100-oyatlargacha. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning g'ayriga ibodat qilgan ey kofirlar, qiyomat kuni sizlar do'zaxda bo'lasizlar. Do'zax sizlar bilan va sizlar ibodat qilgan butlar, toshlar va uningdan boshqa narsalar bilan qizzaydi. Sizlar do'zaxning yiqilg'usi bo'lasizlar. Sizlar butlaringlar bilan do'zaxga kelasizlar deganlikdir. Butlar aqli yo'q, jonsiz va gunohi yo'q narsalar tursa, nima uchun do'zaxga kirdi? Alloh taolo bu butlarni azoblash uchun emas, balki ularni iloh qilib olgan insonlarning yolg'onchiligini bayon qilish, bu orqali bu insonlarning ulug'lagan va manfaat yetkazishini umid qilgan ilohlarining oqibatini ko'rishi uchun do'zaxga kirgizadi. Bu butlar uningga ibodat qilgan insonlar bilan do'zaxda birga bo'lgan chaqda ularning azobi va hasrati taxmi ziyoda bo'ladi. Kafirlar dunyoda ibodat qilgan narsalarning qatoridan yana Maryam o'g'li Isa alayhissalom bor va farishtalarmi bor. Undaqda ularmi do'zaxda azoblanamdi. Kafirlar Allohni qo'yib ibodat qilgan avliya va solihlardan Allohning payg'ambari Isa alayhissalom va Allohning payg'ambari Uzayr alayhissalom, farishtalar va ularga o'xshashlar bor. Ular do'zaxda azoblanmaydi va do'zaxga kirmaydi. Chunki Alloh: "Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsalar bilan do'zaxga yiqilg'u bo'lsizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar" degandan keyin yana deganki, biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatman bandalar do'zaxdan yiroq qilindi. Ular do'zaxning shapasini anglamaydi. Ko'ngli tortgan nozu ne'matlar ichida mangu qoladi. Anbiya surasi 101-102-oyatlar. Mana bu do'zaxning yiqilg'usidir. Alloh taolo bizni do'zaxdan saqlasin. Amin. Ado juda bo'lish. Әгішілген илahlar әгәшкүчілерден ада juda bo'ladi. Шуңа kimki Allohning g'ayriga esilsa, naumid qaytidi va ziyon tortadi. Do'zaxning qattiq qiziq va qattiq so'g'uqligi. Alloh taolo maxluqotni o'ziga itoat qilishga buyurdi va o'ziga muxolifatchilik qilishdan ogohlantirdi. Itoat qilguvchilarni jannatga kirgizdiganligi bilan va'da qildi. Osiylik qilguvchilarni bo'lsa, do'zaxga kirgizdiganligi bilan ogohlantirdi. Va do'zaxning qattiq qiziydiganligini va qa'rining intayin cho'nqurligini sifatlab berdi. Undaqda do'zaxning sifati nima? Do'zaxning soyasi nima? Dunyoning o'ti oxiratning o'tiga nisbatan qanchalik? Alloh taolo dunyoning o'tini oxiratning o'tini aslatadigan iborat qilgan bo'lib, bu haqda sizlar yandirayotgan o'tni deb baqinglarchi. Uning darxini, ya'ni murxo Ubar namliq birining shexini biriga surkisa o'ltiribla o't oladigan daraxtni sizlar o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdikmi? Uni biz ibrat va yo'lovchilar foydalanadigan narsa qildik. Voqea surasi 71-oyatdan 73-oyatlargacha. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Odam bolalari yiqayotgan sizlarning bu o'tinglar jahannamning qiziqining 70 parchasidan bir parchadir" dedi. Ashoblar: "Alloh bilan qasamki, u dunyo o'ti do'zaxiylarni azoblashga kifoya qiladi ey Rasululloh" degan edi. U zot haqiqatan u uningdan 69 hassa ortiq qilingandir. Har biri dunyo o'tining qiziqligiga barobardir dedi. Nomi amali so'l tarafidan beladigan badbaxtlar. Haq taolo aytadi: "Badbaxtlar, ya'ni nomi amali so'l tarafidan berilgan do'zaxiylardir." Badbaxtlar qandoq odamlar? Ular badanning to'shiqlariga kirib ketadigan otashli shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan salqinimi emas, ko'rkammi emas soyining ichida bo'ladi. Voqea surasi 41-oyatdan 44-oyatlargacha.
Bu badbaxtlar do'zaxiylar bo'lib, ular dunyoda haqdan yuz o'rgan insonlardir. Ularga nomi amali so'l tarafidan beriladi. Ular mahshar kuni so'l tarafda turadi. Ularning holining qandoq bo'lganligini qandoq bilalaysan? Shak shubhasizki, ular terining to'shiklariga o'tib ketadigan qattiq issiqda bo'ladi. Ular haroratli qaynoq suvdan ichidi va ularning ustida qora tutundan bo'lgan salqinmi emas, ko'rkammi emas soyi bo'ladi. Yana bir oyatda Alloh taolo do'zaxning hayvotini bayon qilib aytadiki, tarozisi yenik kelgan, ya'ni yomonliklari yaxshiliklarni besib ketgan, yo yaxshiligi bo'lmagan odamga kelsak, uning joyi haviya bo'ladi. Haviyaning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir. Qariya surasi 8-oyatdan 11-oyatlargacha. Shundaq, Haviyani, uning haroratini va azobini biz qandoq bilalaymiz? U qattiq yelqinjab turgan o'tdir. Zalim gunohkorlar qilmishlari tufaylidan bu o'tga tushidi. Ular dunyoda ezib, shaytonning kayniga kirganlik uchun qiyomat kuni do'zaxga kirdi. Do'zaxning soyisi. Do'zaxning soyisi salqinmi emas, ko'rkammi emas bo'lib, qora tutundan bo'lgan soyidir. Alloh taolo bu soyini zikr qilib aytadiki, ular do'zax muakkallari sizlar dunyodagi chag'inlarda inkor qilgan do'zax azobiga beringlar. 3 shoxliq soyaga beringlar deydi. U soya jahannamning tutuni bo'lib, kishini sagidatmaydi. Jahannamning yalqinini to'simaydi. U yalqin qasrdek cho'ng uchqunlarni chiqaradi. U uchqunlar qora siriq tugilarga o'xshaydi. Mursalat surasi 30-oyatdan 33-oyatlargacha. Doim yenib turg'uchidir. Do'zaxning o'ti zamonlarning o'zirishi va kunlarning o'tishi bilan o'chib qolmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz degan. Naba surasi 30-oyat. Do'zax har kuni qizib turadi. Amir ibn Abasa as-Sulami radhiyallohu anhu aytadi: "Men jahiliyatlik chag'imda insonlar butlarga cho'qinganlik uchun ularni gumrohlikda hech narsani tushunmaydi deb o'ylaydim. Kunlarning birida Makkalik bir odamning o'ttirga chiqib, haq xabarlarni jaqalaganligini angladimda, darhol ulg'umga minib uning yoniga bordim. O chaqda qavmi uningga qo'pol muomala qilgachqa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshurun da'vat qilayotgan ekan. Men nihoyat ehtiyotlik bilan o zotning qishig'a xufiyani kirib, "Sizlar qandoq odam?" dedim. "Men nabiyman" dedi. Nabiy degan nima u? Alloh meni avatdi. Sizlarni nimalarni qilishga avatdi? Meni sil rahim qilishga, butlarni chaqib tashlashga va Allohga hech narsani sherik keltirmay, Allohni bir deb bilishga avatdi. Hadisning jarayonida Amr dediki, "Menga namoz haqida deb bersizlar desam, namoz bomdodni o'qigan. Uningdan keyin toki kun nayzi bo'yi o'rlimigacha namoz o'qimagan. Kun bo'lsa shaytonning ikki mungizi orasidan chiqadi. Bu vaqtda kofirlar kunga bosh urdi. Ondan keyin namoz o'qigan. Chunki namoz vaqtida rahmat farishtalari hozir bo'ladi. Nayzining soyasi yo'qolgan chaqda namoz o'qishni to'xtatgan. Chunki bu vaqtda do'zax qizdiriladi. Soya tushib, kun qayrilgandan keyin namoz o'qigan. Chunki toki namoz asrni o'quvchi namoz vaqtida rahmat farishtalari hozir bo'ladi. Ondan keyin toki kun o'ltirg'uchilik namoz o'qimagan. Chunki kun shaytonning ikki mungizi orasida patidi. Bu vaqtda kofirlar kunga bosh urdi dedi. Qiyomat kuni do'zax ahli do'zaxga yuzlanganda do'zax yana qizdiriladi. Alloh taolo aytadi: "Do'zax qizdirilgan chaqda." Takvir surasi 12-oyat. Issiqning qattiqligi jahannamning tarafidandir. Dunyoda ba'zida havoning qattiq isib ketishi jahannamning bir nafas olganligidan bo'ladi. Dunyodagi bu issiqda ba'zida issiq o'tib ketganlik sababdan bir qism insonlar o'lib ketadi. Bir qism insonlar og'rib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, agar issiq qattiq bo'lib ketsa, namoz peshinni issiqning tapti yong'uchi kechiktiringlar. Chunki issiqning qattiqligi jahannamning taptidandir. Do'zax o'ti Rabbiga shikoyat qilib, "Ey Rabbim, shundoq chanqalib ketdimki, a'zolarim bir-biriga kirishib ketdi" dedi. Alloh uninga ikki nafas ilib olishga, ya'ni qishda bir nafas, yozda bir nafas ilib olishiga ruxsat qildi. U dal sizlar ko'rayotgan pishg'irim issiq bilan qahardan so'g'uqdir. Allohdan bizga rahim qilishni va do'zaxdan saqlashini so'raymiz. Amonliq. Namoz do'zaxdan amonliqdir. Shunga do'zax qattiq qizdirilgan chaqda namoz o'qimagan. Do'zaxning cho'ngligi va cho'nqurligi. Do'zaxning hajmi cho'ngdir, lekin u do'zax ahli bilan bak tar bo'lib ketadi. Ular do'zaxning bulonlarida qistilishib ketadi.
ularning har birining badani shunchalik yo'g'inab ketadiki, hatto do'zaxda har birining eg'iz tishi Uhud tog'idak bo'lib ketadi. Ikki mo'risining orliqi 3 kunlik musobadak bo'lib ketadi. Undaqda do'zaxning hajmi va cho'ngligi qanchalik? Uning cho'nqurligi qanchalik? Do'zaxga kirganlardan birarsi keyin uningdan chiqamdi. U kunda biz jahannamga to'shdingmi deymiz. Jahannam yana bormi deydi. Qaf surasi 30-oyat. Bu oyatda Allah Taala do'zaxning holini, azobini va u do'zaxning o'ziga kirganlarni azoblashga bak tashna ekanligini sifatlab berdi. U bak cho'ng bo'lib, bu haqda Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni jahannam 70 ming cho'lvuri bor holatda mahsharga keltiriladi. Har bir cho'lvurini tortadigan 70 ming farishta bo'ladi degan. Sen do'zaxdan iborat bu cho'ng maxluqni xiyol qilib baqqan. Bu shundaq maxluqga, bu maxluqni nihoyat ko'p va kuchli farishtalar tortadi. Bu farishtalarning kuch-quvvatining qanchalikligini faqat Alloh taoloni biladi. Do'zaxning qa'ri. Do'zax bak qorong'u va qa'ri, ya'ni tegi bak cho'nqur bo'lib, bu haqda Nabiy sallallohu alayhi vasallam agar bir tosh jahannamga tashlansa, tagiga tushguncha 70 yil g'ulg'an bo'ladi degan. Do'zaxning qavatlari. Do'zax o'zining qattiq qiziqida va Alloh taolo uningdagilar uchun tayyorlagan azobda har xil bo'ladi. Alloh taolo aytadi: Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavatiga, ya'ni qa'riga tashlanadi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Nisa surasi 145-oyat. Jahannamiylar kimlar? Ular do'zaxga kirgandan keyin do'zaxdan chiqamdi. Shundoq, ular Alloh taolaning birligiga ishongan, Allohga hech narsani sherik keltirmagan qavmlardir. Lekin ular gunoh ma'siyatlarining sababi bilan do'zaxga kirgan bo'lib, do'zaxda Alloh taolo xohlagan muddatgacha azoblanadi. Andan do'zaxdan chiqadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Alloh mu'minlardan ko'p insonlarni azoblab bo'lgandan keyin do'zaxdan chiqaradi. Alloh ularni mushriklar bilan do'zaxga kirgizgan chaqda, mushriklar sizlar dunyodagi vaqtda o'zinglarni avliyolar deb o'ylaytinglar. Nima uchun sizlar biz bilan do'zaxda billa deydi. Allah mushriklarning bu so'zini anglagan chaqda shafaatga ruxsat qiladi. Shuning bilan ularga farishtalar, anbiyolar shafaat qilg'ili turadi. Oxiri ular Allohning izni bilan do'zaxdan chiqadi. Ular do'zaxdan chiqarilgan vaqtda mushriklar kashki bizmi ularga o'xshash bo'lgan bo'lsaqchi, bizga shafaat yetib do'zaxdan chiqarildiganmiz deydi. Bu Alloh taolaning kafirlar qiyomatning dahshatini ko'rganda dunyodagi chag'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqchi deb armon qiladi degan so'zining ma'nosidir. Ularning yuzlari qora bo'lganligi uchun jannatda jahannamiylar deb ataladi. Ular Parvardigorimiz bizdan bu nomni yo'q qilgan deydi. Alloh ularni buyuradi. Ular jannatdagi bir o'standa yo'yinadi. Shuning bilan ulardan bu nom yo'q bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam yana aytdiki, oxiri Alloh bandalar o'tirida hukm qilib bo'lib, do'zax ahli ichidan la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qdir deb guvohlik berganlardan xohlagan kishilarni do'zaxdan chiqarmoqchi bo'lsa, farishtalarni ularni elib chiqishga buyuradi. Farishtalar ularni peshonlaridagi sajda izlaridan taniydi. Allah do'zaxqa odam bolasidagi sajdaning izini ko'ydirishini harom qilib o'tgan bo'lib, shunday qilib farishtalar ularni ko'yib qaridab ketgan holatda elib chiqsa, ularning usti beshiga hayotlik suyi deb ataladigan suv qo'yiladi. Shuning bilan ularning a'zolari xuddi kelkunning latqinlarida uruq unib chiqqandek tiz unib chiqadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularning ismining jahannamiylar bo'lganligidan xabar berib, nurg'un kishilar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shafaati bilan do'zaxdan chiqib jannatga kiradi. Ular jahannamiylar deb ataladi degan. Hasrat. Do'zaxdagi kafirlar tavhid ahlining do'zaxdan chiqqanligini ko'rganida hasrati oshidi. Do'zax ahlining azoblanishda farqlanadiganligi. Do'zax ko'p qavatli bo'lib, bir qavatidagi azob boshqasidan qattiqroq bo'lganligi uchun do'zax ahlimi azoblanishda farqli bo'ladi. Bu Alloh taolaning insonlar orasida adil bo'lganligining jumlasidandir. Undaqda bu farq nima? Kafirlarmi azoblanishda farqli bo'lamdi? Ularning qaysi eng qattiq, qaysi eng yengil azoblanadi? Ular qilgan atganlarining hammasining nomi a'moliga xotirlanganligini ko'radi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. Kahf surasi 49-oyat. Alloh taolo bu oyatda aytgandek, xaloyiqlarni qilim etimlarining miqdoriga qarata mukofotlaydi. Shundoq, Alloh taolo ularning qilim etimlarini birma-bir xotirlab qo'ydi. Andan shunaga qarata jazo yoki mukofot berdi. Kimki qilganining yaxshi ekanligini ko'rsa, Allohga hamd aytsin. Kimki qilganini boshqacha ko'rsa, faqat o'zini ayblasin.
Do'zax ahli azoblanishda farqli bo'ladi deganning dalili Nabiy sallallohu alayhi vasallamning muno so'zidir. Haqiqatan do'zax ahlining ichida eng yengil azoblandigani uning o'tdan ikki kashi bor bir kishi bo'lib, bu ikki oyog'idan uning mengisi qaynaydi. Azobning butun qismlari bilan ularning ba'zilari o't tizg'icha, azobning butun qismlari bilan ularning ba'zilari o't ridorlargacha, azobning butun qismlari ularning ba'zilari bo'yinlargacha bo'ladi. Ba'zilari o'tda butunlay cho'kib ketgan bo'ladi. Asiy musulmonlar azoblanishda bir-biridan farqlanadi. Allohning birligiga ishongan musulmonlarning ichidagi asiy gunohkorlar qilmishlariga qarata do'zaxda azoblanadi. Cho'ng gunoh o'tkazganlarning azoblanishi kichik gunoh o'tkazganlarning azoblanishiga o'xshamaydi. Ularning ba'zisidan bir qism yaxshi amallarning sababi bilan yoki Alloh taolo xohlagan boshqa sabablar bilan azob yengillatiladi. Kuffarlarmi xilma-xil tur va martabada bo'ladi. Kuffarlar kufrning miqdorida farqli bo'ladi. Musulmonlar bilan tinchlikda yashab turib kafir bo'lgan va Allohga sherik keltirgan, lekin odam o'ldirmagan, o'g'irlik qilmagan, faqat ulug' Allohga kufrlik qilgan, anbiyalarni yolg'onga chiqargan, shahvatlariga ergashgan va shaytonga itoat qilgan kafirning jazosi haddidan oshgan, osiylik qilgan, boshqalarga aziyat bergan, anbiyalar bilan urush qilgan, musulmonlarga xiyonat qilgan, ziminda buzg'unchilik qilgan va insonlarning yuz obro'yini to'kkan kafirning jazosidan yengildir. Shuning uchun Abu Talibning jazosi eng yengil bo'ladi. Uning ikki putining ostiga ikki cho'g' qo'yiladi. Buningdan uning mengisi qaynaydi. Do'zax ahlining eng yengil azoblandigani. Nabiy sallallohu alayhi vasallam do'zax ahlining ichida eng yengil azoblandiganidan xabar berib, uning holini sifatlab berdi va bir qancha hadislarda u eng yengil azoblanayotgan bo'lsa-mu, o'zini eng qattiq azobda deb o'ylaydiganligini bayon qilib berdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqatan do'zax ahlining ichida eng yengil azoblandigani uning o'tdan ikki kashi va boqquchi bor bir kishi bo'lib, bu ikki oyoqning qazig'liqidan uning mengisi qozon qaynaganda qaynaydi degan. Abbas ibn Abdul Muttallib radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan u zotning kafir holatda o'lib ketgan tag'isi Abu Talib haqida so'rab, "Ey Rasululloh, tag'illar Abu Talibga qanday foyda yetkazdilar? U silni qo'g'dab, sili uchun ochiqlanadi" deganda, Nabiy sallallohu alayhi vasallam u o'shiqqa keldigan tez o'tda, navoda men bo'lmagan bo'lsam, do'zaxning eng ostida bo'lgan bo'ladi degan. Kafirlarning yaxshi amallari Allohning dargohida qabul qilinmaydigan tursa, bu amallar nima uchun ularga manfaat qiladi va ulardan azobni yengillatadi? Allohning dargohida amallarning qabul bo'lishining sharti musulmon bo'lishdir. Shuning uchun Alloh taolo kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargizmi u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir degan. Ali Imron surasi 85-oyat. Kafirlarning yaxshi amallari ularning do'zaxdan chiqishiga qarata ularga manfaat qilmaydi va qabul qilinmaydi, lekin ulardan azobni yengillatadi. Bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tag'isi Abu Talibning holiga o'xshashdir. U Nabiy sallallohu alayhi vasallamni qo'g'daganlik uchun uningdan azob yengillatiladi. Ammo u Allohning birligiga ishonmay, sherik keltirib, butqa ibodat qilganlik uchun do'zaxdan qutulib jannatga kirolmaydi. Uning azobi eng yengil azobdir. Allah Taala aytadi: Kimki Allohga sherik keltirdi ekan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladi ekan, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Zolimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi. Maida surasi 72-oyat. Do'zax ahlining pushaymani. Dunyo oxiratga nisbatan bir kishi dengizga barmoqini kirgizib chiqarganchilikli bir narsadir. Agar kufrli qilg'uvchilar azobni ko'rsa, dunyoning lazzatlarini unutib ketadi. Pushaymon qiladi va kufrli qilganliklari va ezib ketganliklari uchun hasrat chekadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Alloh taolo eng yenik azob qilinadigan do'zaxiy kishiga navoda yer yuzidagi barliq narsa sening bo'lgan bo'lsa, uni to'lam berish badaliga azobdan xalos bo'lishni xohlamtang desa, u ha deydi. Shuning bilan Alloh: "Sen atang Odamning sulbidagi chag'ingda men sendan buningdimi oson narsani, ya'ni menga sherik keltirmaslikni so'rasam, sen unumasdan menga sherik keltirgan eding" deydi. Odillik. Kafirlarning hammasi kufr bilan sifatlansimi, qiyomat kuni ular qilmishlariga qarata farqli jazolandi. Doktor Muhammad al-Arifi, Sajiya Islom tadqiqot markazi.